ya'ni 600 gram qo'noq uni siyriq bo'ladi deb qilishinglar mumkin. Mana bu oq ko'mmi qo'noqninki uni shunglashqa ekish holatda odatdagi undan sal qaramtili bo'ladi ekan. Lekin bu bek yeyishlik qo'noq uni ekan, shu kasar tuqala evatibga shunga ishlatdim. Cho'qim oq ko'mmining uni bo'lmay qolsa, siyriq qo'noq uni bo'lsa-mu bo'ladi. Miqdorini o'zgartmay shu bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Ilmon sutdan 550 gram atrofida tayyorladim. Lekin bunun xemirini bek bo'sh bo'lganiga tekshirib olmaymiz. Sal chang'aroq sho'rimiz shunlashqa sutdan agar kamlab qolsa, kamlig'ini eshib qolsa, qashqan qismini deb beramanlar. Sumay, chuchitilgan sumaydan 200 gram yoki puraksiz sumay bo'lsa-mu 200 gram ishlatsanlar bo'ladi. Tuz 12 gram, ko'ptirgich, ya'ni powderdan 15 gram, xemitruch 10 gram, suda 5 gram. Muvofiq miqdorda to'g'ralgan yong'oq meg'ziya. Buni yalpa qalat to'g'risanlar bo'ldi, shu baqali yig'ishtirgandek mushtarak qo'ysanglarmi bo'ladi. Mush xemirni yug'irish jarayonida xemirga aralashtirsanlar bo'ladi yoki xemir bo'p bo'lgandan keyin ustiga shakl keltirib, to'tirib qo'ysanglarmi bo'ladi. Men xemir bo'p bo'lgandan keyin xemirga aralashtirdim. Yong'oq meg'zi azgaziyani sasak bo'ladi. Buni aytdim quvvatli bir xil to'qacha. Oldi bilan qilgan ishimiz sutdan boshqa materiallarning hammasini xemir yug'irish mashinamizga silib aralashtirib olgandan keyin sutni az-azdan quyib turib xemir yug'irib olamiz. Yong'oqni xemir bo'p bo'lgandan keyin aralashtiramiz. Mana qarindoshlar, xemir yug'irish mashinamizga sut bilan yong'oqdan boshqa boy tunishtirgan barliq materiallarni silib oldim. Boy bir masalani unutibdim mana. Bir qo'shiq atrofida shakar silib etdim. Shakar silishdan maqsad shu xemirimizni naytim tez holatda bo'ldirdi. Endi sutimizni az-azdan quyamiz, hammani quymadim. Yarmini quyib, mana bir aralashtirib olaylik. Xemirning chang bo'shlig'iga asosan sutni quyamiz. Agar oilada mundaq mashinalar bo'lmay qolsa kerak yo'q, qo'linglarda tishlanglarmi bo'laveradi. Xemirning butunlay yug'urilib bo'lgan altini ko'zdim mana. Qarindoshlar, mana bu xemirni yug'urib bo'ldim. Boy sutimiz tamladi. Jami ketgan sutning miqdori 700 gram atrofida. Chang'roq xemir bo'ladi. Xili kuchab yug'ursizlar buni. Mana bu xemirning etidan qarasanglar, xili chang yug'ag'imni bilyapsizlar. Mana bizlar chang'roq yug'urimiz. Jami ketgan sutni qilib, muvofiq cho'nglikda uzib buni ilib olamiz endi. Yani 100 güçlük bolsa, yani 700'lik boldu. Hazır mı şunda meg'zijiq bo'ldi. Mana ara-arasida meg'iz bor. Mana müştaq. Nan assanlar shu yerda meg'iz hozir qaranglar, mana xemirniki. Ko'rdinglarmi? Mana buni muvofiq cho'nglikda zo'rlik qilib olaylik deya. Qarindoshlar, mana xemirimizni 150 gramdan o'zib bunda raslab oldim qaranglar. Hamma yeri meg'iz ko'rinib turdi buniki raslash usulini yutib qo'yay. Mana 150 gramdan o'zgan xemirimiz odatdagiga o'xshash mishta zo'rlik qilamiz. Yumaloq shaklga ekilamiz, zo'rlik qilib. Bu arasida meg'iz bo'lganligi uchun meg'iz bor yerlardan xemirdan teshib chiqib turdi. Shunda bo'lganda bekrak yeyishlik bo'ladi deyman-ku. Mana buni bunda qisqa. Bunda. Qaranglar, mana. Mustaq bir narsa qildik mana. Buni qilgandan keyin qo'llarning olqini bilan bassizlar. Mana. Olqin bilan bassanglar eng muvaffaq. Mana hamma yerda meg'iz ko'rinib turgan to'qacha oldi-ya. Mana. Alqanımız bilan besib etgandan keyin cho'ngroq munda chekkich cho'nglar bo'lsa, mana meni kichika, ikki xil chekkich bor menda, men kichkini ishlatdim. Mana bu texmi boshqasi-ya. Masal kichikraki, umoqroq ekan bu. Mana o'ttirdim. Mana. Chekkich urib qo'ydim. Chekkich ursanglar bo'ldi, urmasanglarmi bo'ladi, lekin men urishni yaxshi ko'rdim. Mana bu shaklda buni raslab listlarimizga may qog'oz qo'yib yoki bo'lmasa mayli bitib orliq qoldirib tizib chiqamiz. To'qibimiz oldin qizg'ash turdi. Zag'irning sal pishmoqqa odatlik to'qash qaragan tasrik bo'ldi. Hech bo'lmadi deganda biz 35 minut atrofida buni pishirib olamiz. Raslab bo'lib, to'qibga silvasak bo'ldi. Buni yuziga ya tuxum seriqi ya boshqa narsa sukmaymiz juma. Mushbitlar pishib chiqadi. Mushbitni raslab olgandan keyin listlarimizga tizib endi duxovkaga silvasak bo'ldi. Duxovkada men boya degandek 35 minut atrofida pishirib olamiz. Gradusida yuqori tanishib etmanglar. Meniki duxovkamniki